Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugünkü sağa 2021 yıl 1 ayının 21 günü. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Donald Trumpning Beijingga qo'llangan katta qo'l siyosati to'g'ri yoki o'rinliq deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 1 ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Prezident Joe Biden qasam berib vazifaga o'ltirishning arpsida. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq hisobladi. Prezident Trumpning Jungoga qaratgan katta qo'l siyosati to'g'ri. Ya'ni o'rinliq hamda davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning Jungo Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi deb belgilaganligini qo'llayman. Blinken davlat ishlar kotibi Blinken 1 ayning 19 Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining vazifaga tayinlash va guvohlik berish, guvohlik ilish yig'iniga qatnashdi. Ikki partiyaning ko'pchilik a'zolarining fikri Jungoga markazlashdi. Jungoning xristianlarga qanday taqobil turamiz va Jungo tahdidiga taqobil turish Amerikada kelgusi tashqi siyosatning yadrosi deb hisobladi. Prezident Trumpning Jungoga qattiq qo'l siyosat qo'llanish maydoni to'g'ri va o'rinliq dedi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. 58 yoshli Antony Blinken tashqi siyosat tajribalari mo'l. Amerika tashqi siyosat sohasida nurg'un vazifalarni o'tagan. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning so'zlari yangi hukumatning Jungoga qaratgan pozitsiyalarida yanada avval hukumatning siyosatlarini davomlashtiradiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu jumla esingizda bo'lsin, hurmatli vatandosh. Antony Blinken Jungo Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati o'tkazdi. Yuqumli virus masalasida dunyoni xato yo'lga yetakladi deb ko'rsatdi. Va kichik mavzu. 1 ayning 19 kuni o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida ikki partiya a'zolari tarafidan qo'yilgan savollarga to'g'ri javob berdi. Cumhuriyetçiler Partisining nopuzliq a'zosi senator Lindsey Graham Jungoning Xinjiangdagi mustamlika Uyg'uristondagi kishilik huquq masalalari to'g'risida savol qo'ydi. Donald Trump hukumati shu kuni 1 ayning 19 kuni eng oxirgi bir kunida Jungo Xinjiangda irq yo'qotish jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb e'lon qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo Uyg'ur musulmonlariga irq yo'qotish siyosati qo'llandi deb e'lon qildi. Sen bu fikrga qo'shilamsan? deb savol qo'ydi senator Graham. Bu ham mening hukmim, bu ham mening xulosam deb javob berdi davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Sen qo'shilamsan? Qayta savol qo'ydi senator Graham. Shundoq dedi javob berdi Antony Blinken, davlat ishlar kotibi. Guvohlik berish yig'inini yana davomlashtirib, senator Graham Jungoning yuqumli virusining dunyoga tarqalishi to'g'risida savol qo'ydi. Senator Graham mundaq savol qo'ydi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.